Assalomu alaykum aziz ustozlar va qadrli o'quvchilar. Bugun biz uchun ulug' va sharafli sana 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan barchangizga tabriklaymiz. Endi navbatda hurmatli o'quvchilar. Mana bugun vatanimiz sarhadlarida butun respublikamiz miqyosida 14-yanvar qanday kun? Vatan himoyachilar kuni. Bu ozgina kichkina bayram emas. Butun respublikamiz bo'yicha masalan 100 mingga ortiq soldatlarimiz bor. Armiya xizmatida yurdi, safarda yurdi. Vatanimiz sarhadlarini, chegaralarini qo'riqlayapti. Shu jumladan mana shu maktabimizning yigitlari kelajakda mana kimdir soldat bo'ladi, kimdir armiyaga boradi. Hammalarini bugungi bayram bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar, o'qishlaringda omad. Kelajakda hammalaring o'z o'rnlaringni topishlaringni tilayman. Rahmat. Bugun vatanimiz tinchlik yo'lida xizmat qilayotgan barcha himoyachilarimizga hurmat va joy bildiramiz. Endigi navbatda sinfimiz tomonidan tayyorlangan vatan qo'shiqi beramiz. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gul oftobi guloyi. Yuragimning bir joyi, rayhon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi-ku qadri, havoga to'ldi bag'ri. Vatan yurib o'rgan manzillarimiz, sha'ni orzularimiz, uni asrashlayotgan endigi navbatda o'g'il bolalarimizga beramiz. Ular mardlik va qat'iyatni qo'llovchi harbiycha chiqishlarini namoyish etadilar. Endigi navbatni o'g'il bolalarimizga beramiz. Ular mardlik va qat'iyatni qo'llovchi harbiycha chiqishlarini namoyish etadilar. Ko'zi yoshidan
Ayırma yurt canım Tarihim buyur Allah'ım zenginim şükür Dine İslam buyur Allah'ım zenginim şükür Kolindagi dumon turgan paytda İkinci şart, avtomatlı kısımlarga ajratish va yig'ish. Tanıtmoqda o'zligimni Yurtimiz boshi omon bo'lsinlar Ichidan yonganlar tamom bo'lsinlar O'ylaganlarida har safar xalqni Eshita oldilar qalbimga Kazdi qancha ish boshidan Yarlaydi o'z yoshidan Yaraldi onalar ko'z yoshidan Millat bardoshidan Endi kinomizni sport o'yinlariga beramiz. 5-shart, tosh ko'tarish. Bor bir tomonining qondoshi Bu vatanda minglab yashar mangu berdilar Bu vatanga Allohim nazarini berdilar Ayladim jonimni fido vatanimga bir umr Bu zamin uzoq yashashiga Allohim ber umr Qancha o'zbek vakillari chempionlikni oladi Bu yurtni tan olmagan nasldan orqada qoladi Qanchadan qancha biz tomonga otilsa toshlar Bu toshlarni qaytargani kurashamiz biz Ikkinchi shart, boshqarash. Rahmat. Bo'lishni o'rgandik axir bugunga yetguncha nimalarni ko'rgandik Axir bu oson emas, o'zbek o'zgaga zor emas Qadrimizni bilganlarga yuragimiz tor emas Tinchligim bor yurtimda tinch o'tadi kunim Ishimdan o'tgan Bir vaqtga boshlamak kerak. Bu o'ninchida mana bu. Hammasi bir vaqtga boshlandi. Bir vaqt boshlandi, hurmatli. Mana bu qarang. Mana bu 11-chi B sinf. Mana bu 11-chi, ya bu A sinf, bu B sinf. Qaranglar, birinchi mana bu 10 sinfga eng yuqori ball. Yaxshi. Mana bunga qaysi sinf bu? 10-chi 11. B sinf bu. Ikkinchi o'rin. Qadalmagan bittasi. Ha uzar aytib qadamadilar, qolmadilar. Mana buni qadalgani qarang, 3-chi. Tegma. So'nggi nafasim qolguncha bo'lay izmingdaman Bir qarich yeringdan boshlab bosgan izingdaman Musofirlar sezganida vatanni xumorini Tuprog'ing bilan to'ldirgan bo'yniga tumorini Alarm e'lon qilaman. 11-chi B sinf. Birinchi shartda 3, ikkinchi shartda 5, uchinchi shart 5, to'rtinchi shart 4, beshinchi shart 4, oltinchi shart 4, yettinchi shart 4. Mikrofon ya. 8-chi shart 5, 9-chi shart 4, 10-chi shart 5, 11-chi shart 5. Jami 8 ball to'plar. 11-chi A sinf. 11-chi B sinf. Jami 40 ball to'plar. Va 10-chi sinf jami 45 ball to'plar. Demak, o'zimizga ko'rinibdi. Bugungi musobaqamiz g'olibi 11-chi A sinf. Ikkinchi o'rinda 10-chi sinf o'quvchilari, 3-chi o'rin 11-chi B sinf. Rahmat hammalaringizga qatnashganingiz va ishtirokingiz uchun hamda bayram muborak. Mana qizlar bilan kechki savollarni